Hammaga assalomu alaykum. Biz yana Texno bozordamiz. Texno bozorda 6 oydan 12 oygacha bo'lgan o'sha machi texnika mebellarni bo'lib to'lash aksiya deymiz, chegirma deymiz. Xullas shu narsa yo'lga qo'yildi. Hozir ichana giramizdan narx-navolar, keyin ana bo'lib to'lash tartibini chiqib olishlari oydinlik kiritamiz. Keyin aytganimdek ichadagi narsani narx-navolarni to'liq ko'rsatamiz. Avval buni manzilni aytamiz. Hamma biladigan Daytal yo'lcha, yana bunda BYD avtosalon avvalgi Aminullo. Shuni ro'parasida Texno bozor joylashgan. Hozir esa ichana girib narx-navolar yaqindan tanishamiz. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshi Geldingizmi? Salomlashib Assalomu alaykum. Xorazmliklar kanal obunachilari, sizlarga bugun Texno bozorida bo'lib turgan, ya'ni Alif Juma aksiyamizni tushuntirib o'tamiz. Qachondan qachongacha davom etadi? Nov o'tibdi. Mana sen bir yana chetdan tushuntirib o'tamiz. Alif Juma deb aytiladi. Alif Juma deb aytiladi. Biz bir yandan boshlasak. Bir yandan boshlaymiz. Video davomida so'rab savollar bo'lsa berib Endi qo'yaveraman. hozir qarang, sezon kelyapti-ku, konditsioneri. Havo o'zi yozgi issiq Xorazmda. Alif kompaniyasidan shunday bir taklif keldi. Bu 3 kun bo'ladi, og'a. 4, 5, 6 chisla kunlari bo'ladi. Eng oxiri 6sinacha. O'sha 7si kun amal etmaydi u. Nechik chegirma desangiz, siz pasport plastik ikkalasida pasport plastik tashkillarda limit beriladigan bo'lsa, Alifdan ham programmadan limit bersa, masalan, shu 18lik Rus konditsioner, to'g'rimi? 7.850.000 so'm sotilib turibdi. Agarda yo'q, menga qisqa muddatda 6 oylik aytib berdiydik-a. 6 oylik aytib beradigan bo'ladigan bo'lsak, ina shundan 10% qaytib beriladi. Ya'ni 785.000 so'm bundan minus etiladidan shu qolgan summani 6 oyga bo'lib beradi. Demak 6 oylik olsa, o'zini pulni 6 oy bo'lib to'lasham va yana bu asosiy pullar 10% yana chegirmasi bor. Chegirmasam bor, Alifdan chiqadigan bo'lsa. Agar yo'q, men 12 oylik aytib beraver desa, shu doğru şu 7.850.000 so'mni 12'ye bo'lib to'laydi. Ustidan 1 so'm pul menga. Shunda tushunsangiz uchun 12 oylikda o'zini pulni 12 ga bo'lib to'laysiz, 6 oylik olsangiz o'zini pulni yana 10% chegirma beradi. Shundan qolganini 6 oyga bo'lib to'laydi. U ne только bu konditsionerlar, yani koloniyalarni hammasini amal etadi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat etimiz arzonlatish uchun. Masalan, 24lik konditsionerlar. 70 15 milyon 400 sotilib turibdi. Bu avvalgi bahası eğer bundan girilse bu başta 1,5 milyondan 20 milyona boradi. Hozir shu 15 milyonni 12'ye bo'lib to'lash 3 kun ichida bor. Dastavka ustanobkalar shuni ichida bor. Dastavka ustanobkalar shu ichida. Keyin qarang, yana bir savol bor menda. Hozir aytdingiz-ku, programma limit beradi. Agar limit bermaydigan bo'lsa tish bo'ladi. Limit bermaydigan bo'lsa ham boshqa programmalardan 6 oyga 0.06 etib chiqarib ilojini top. İş qilib klientni xavf etmay chiqarib beradi. Ish qilib yo'lini topasizlar, gesa bo'ldi. Yo'lini topamiz. Ana, gezangizda bo'ldi. Foiz ustanasiz shu 6 oyga pulni, o'zini pulni bo'lib beradilar. Bo'ldi. Keyin qarang, bu konditsionerlarni eng arzon hamyon bobi chizim. Hamyon bobi hozirina Imber. 12lik GMCC tashiba kompressor motor bo'ladi. Дополнительный tempo R32 Freon'da ishida disenyordir, hem ekonomikni, hem penstokda ishlab beradi. Hem motoruna qarang, men motoruna e'tibor etinglar. Bu masalan ko'p konditsionerlar puli arzon bo'lib turibdi. Motoruna qarasangiz, ishini bir qarish bo'ladi. Kichkina motor. Kichkina bo'ladi. Buyna ko'rganlaringizdek katta motor bu. Hem Freon'i ko'proq bo'ladi. Trubka radiatorlari misdan bo'ladi. Orijinal 3 yil ofitsial garantiyalar. Keyin qarang, shu yerda yana bir savol bor, ko'pchilik shunday savol bor. Konditsionerni motori unchalik katta bo'lsa-da, shunchalik yaxshi bo'ladi. Shu gapingiz to'g'ri bo'ladimi? Unchalik motorni qarab. Unchalik katta bo'lsa, gaz ham kilosi shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, 12liklar bor, 500 gramm bor, 550 si bor, 600 gramm bor. Bunda 600 gramm bo'lsa, 12da maksimal 600 gramm bo'ladi. 18da 900 gramm 1 kilocha bo'ladi. Shunda inan bu konditsioner eng hamyon bobi 4.980 so'm. Ana o'lmang. Agar 6 oy olaman desangiz 498 so'm shundan ham chegirmasi bor. Shundan 6 oy oladigan bo'lsa 498 so'm minus etda chalinadi. Agar 1 yil olaman desa, ishi 4.980 so'mni 1 yil bo'lib turadi. Yana qilyapti-ku, o'sha agar 6 oy olaman desangiz 10% yana puldan ham chegirmasi bor. Agar yo'q desa 12 ustanobkasi absolutno içinde. Besplatni bor. Keyin yana bir savol bor. Yana bir 32 dan adashmasam yozda. Bu yani qatma kasallik suyanka batmaydi. Boshqa konditsionerdan bormi narsa? Ko'psida R32 bo'ladi. Hammasida pashti. Synthetic brendlar bayna qarasi. Qaradan kerak desalar yana Shwaki bor, Gri bor. Vыбор ko'p. Hamma svetidan bor. Vыбор ko'p. Bemalol kelib xarid etaverasizlar. Pasport plastikni keladilar. Şu lekin 4'ü, 5'i, 6'ncı chislacha amal qiladi. 7'sinde o 0012'miz lan.
7'sinacha, 7'si gün uje 6'sinacha bo'ladi. 7'si gün uje amal qilmaydi. 6 Bu işine çöp alsalar 12 ay bo'lib beramiz. Endi hozir qarang, tadbirkorlar hozir tadbirkorlar uchun ham morozinlik, sezon boshlanyapti. Yana har xil turdagi morozinliklarimiz mana katta, Ziftlerniki, Immerniki, Ziftler bor, Clio bor, sandık variantlari bor, vыбор ko'p. Bular tizimdan boshlanadi. Xuddi shuning. Bular 3,5-4 milliondan boshlanadi sandıklı variant. Ava. Mesela Eng nasi ulusi tizim? Eng ulusina. 12,5 12 milyon 350 ming so'm. 12,350 ming so'm ekan. Sig'imiga mana 728 litr bo'ladi bu. Eng kattasi bu. Buna yaryanka 6 oy olgan bo'lsalar 1 million 235 ming so'm chekarasiz. Yo'q, ava. 6 oy, 10% bilan. 6 etib oladigan bo'lsa, shu 10% qayta tashlanadi. Ya'ni bu 1 million 235 qaytilsa 11 million 11 million bo'ladi. 11 million 6 oy. Yo'q, 1 yil desa shu 12 million O'zini pulni yozgan pulni. O'zini pulini bo'lib turadi. Yana yetmaganda dostavka ham etib beramiz. Baravandan ham qatnashadi. Boshqa içinde. Kirmachilar ham xuddi shu narsaga, ichida assortimentini ko'rib tursa. Assortiment shu. Ya obunachilar bir narsani tushuntirib o'taylik. Do'konimiz remont bo'ldi. Ochib berdik. Chiroyli bo'ldi. Endi assortimentni dim ko'paytirdik. Hozir shundan bir ham aylantirib ko'rsatamiz. Xudo xolasa o'zlariga ko'radilar. O'rta chiqqan rasmiy dim katta ketib bermaymiz. Dim chiroyli bo'ldi. Xolodilnikni ko'rib tursiz, assortimentini ko'rsataman. Xolodilnik dim ko'p assortimentda. Kirmachilar tizimdan boshlab o'rtacha tutsak. 3 million 200 ming so'mdan boshlanadi va shu 3 million 200 ni 6 kiloluk Monix'nikini 1 yilga bo'lib to'laydilar. Qolasalar 6 oyga to'lasizlar, 10% chegirma ham etib beramiz. 3 kunning ichida. 3 kunning ichida, yana 3 million 230. Ha, ish ekan, aynan. 3 million 290. Inverter motor, 10 yil motoruna 3 yil o'zina garantiya, 11 xil funksiyada kiryapti. Stirkasi parim bor. Garantiyalar ofisialniy, hamma narsasi bor. Olib borib o'rnatib berish absolyutni shuning ichida bo'ladi. LG desalar, LGni og'ayna bir 20 xil model. Hech qanday o'zi polni LG ekan. Polni LG oxirida bir 2 danami, 3 dana Samsung turibdi. Hammasi LG na, sensorli variant 9 kilo, 10 kilo, 11 kilo. Masalan, 11 kilo 9 million 700, 9 million 712 ga bo'lib to'laysiz. Pasport plastikni ekkalarlar, shu Alif programmaga kiritiladi. Limit beradigan bo'lsa, bo'ldi, tamom. Eğer yok, Asya şu yine bir narsa şu yine tekrarlıyorlar ki Alif'ten çıkmasa benim istemem diyen gap yok. Sen kapatınız, ilacı bor içerli çıkarıp veremiz. Başka programlardan bolsam o faiz üstemesi zaten любой texnikani chiqarib beramiz 6 oy olsa. Endi televizorlarni Televizorlarni zo'r taqoqsizlar. Dim zo'r taqlanmaydi aga. Razmeri 98 dyumacha bo'yna, 32 dyum. Bularning eng hadoyi yetib turgani qaysisi bor? Eng hadoyi yetib turgani aga Hisense brend balli beshik. 43lik desa Monix'lar bor. Monix, LG, Samsung, Ziftler, Premier hammasidan bor. Eng arzonchisi. Eng arzoni 3 million 3 milyon 150 ming so'm yana. 3 million 150 ming so'm. Qaysi biri u? 3 million 200 ming so'm ekan. Ha, emonda gapida 3 million 210 ming so'm ekan. Arian tarafda 3 million 150 bor ekan. Monix yana o'zi. 3 million 150 ming so'm raziyasi bor. Magna bilan Monix'niki yana. Aga internetga chiqadi. Qaramadi keyin. Smart. Men ham bo'ldi kinota bom berilgan 12. Bom uchun 12 ga bo'lib to'laydilar. 29 milyon 990 ming so'mmi? Masalan, endi savol bo'lishi mumkin shuda. Mana 6 oy olaman desang chiqib qoladi. 6 oy olaman desa 3 million qaytib beriladi. 27 millionni 6 oyga bo'lib to'laydilar. Pasport plastik ikkalari. 6 oy o'zini pulini bo'lib to'laydi. Chegirmasam o'zini pulini 6 oy bo'lib to'laydi. Keyin kolonkalarimiz ham bor, LG kolonka, 4 dona kolonkasi bo'ladi. Bir dona bufer, pichalkasi, DVD'si hamma narsasi. Hamma narsasi komplekt bitadi shuda. Hamma narsasi bitadi. Yana LG'lar vыбор ko'p. 65 lik desalar, Immer masalan 65 lik. LG programmada ishlaydi, Webs bo'ladi, ichi 4K, QLED ekran, 8 million 300 ming so'm. 6 oy olaman desa 830 ming so'm qayta tashlanadi. Yo'q, 1 yil desa shu 8 million 300 ni 1 yilga bo'lib to'laydilar. Ya'ni 6 oy deganda bu 830 ni qayta tashlangandan keyin qolgan pulni 6 oy bo'lib to'laysiz. Ustidan foiz bo'lmaydi, shuni tushuninglar. Zo'r. Yana bir eslatib o'taman, 4i, 5i, 6si eng oxirgi kuni 6-chi. 3 kun bo'ladi ekan, shunda. 4-aprel, 5-aprel aksiyasida baytladi bu. 6-aprel. Ruslavayna защитный variant, LG'lar. Bu защитный variant endi nima deyapman? Защитный bunda дополнительный stiklo o'tgan. Bursam sinmaydi-da. Ha, bolalarga pult otib o'ynaydi-ku. Pult o'yinchiq ham sinmaydi-da. Bam zo'r televizor, aga, yarqislari zo'r. Ichi Webs'da ishlaydi. Webs platforma, mishkalari, голосовое управление,
Garantiyalar ham ofitsialniy bo'ladi, zo'r narsa. Ya o'ylangizda yosh bolalar ko'p trezor sindirilgan bo'lsa, ishni olsangiz yana zo'r ekan. 8 million 280 ming so'm ekan. Agar 6 oy oldin bo'lsangiz 828 ming so'm chegirmasi bor. Yo'q, 12 oy desangiz 8 million 280 ming o'zini bo'lib to'laysiz 12 oyga. Faqat 3 kun. Faqat 3 kun. Qani getdik endi. Qarang, gaz plitalarimiz ham asarchilik ko'p. Gaz plitalarimiz ham shu gap, shuna. Bu 2390 ming so'm. Bu eng arzonimi? Eng arzoni. Ish pulni 6 oy bo'lib to'lasalar 239 ming so'm qayta tashlanadi. U degani уже 2 millionga tushadi bu. 2 million 6 oy bo'lib to'laydilar. 2 million. Zo'r. Mana shuni. Yo'q, 1 yil desa 2 million 390 ni 1 yil bo'lib to'laydilar. Zo'r variant. Zo'r. Vыбор ko'p. Keladilar 3 million ming so'm hammasidan. Bularning eng qimmat qaysisi? Eng qimmat, eng azveri. Eng zuveri 60'likning namında Ferre'ler 5 milyon 280 ming so'm. Bu ular ne fark etadi? Двойной горелкасы bor, üstü çoyun, timerleri bor, grill bor, içini ventilyatori bor, ventilyatsiyasi bor, içini masalan parek ishlab, issini bir xil aylantiradi, qo'ygan pirojnini bir xil pishirib beradi. 3 yil ofitsialniy garantiya. Bu Ferre Turetskiy, lekin sborkasi O'zbekiston. Bularning dostavkasi ichida. Dostavkasi masalan ichida. Gaz yo'qchalar santish bo'ladi. Gaz yo'qchalar esa juglarni almashtirib beramiz. Sen almashtirib berasan, o'zingiz aytib berasizlar. Almashtirib beramiz. Hech Zo'r. Keyin bunda bir gözü toklu variantlarımız var. Bir gözü tok, gaz yok yerlerde yine bir gözü toklu ketadi-ku. Bu komfort xilisi bu yana. Bir gözü hem tok, gaz kontrol, spitcher, çoyun, hamma narsasi bor. Bu yangi aytganingizdek Nezalarimiz o'raganda gaz yo'qchalari masalan propani yamin qoladi, yech keladi. Shu vaqtda tokni o'zida tok pishirib beramiz. Gaz tamam bo'lib qolsa, orqaga o'tirib pishirib beradi. Faqat u tokcha shahardan masalan ayrim vaqtlar gaz remont bo'lib o'chiradi. Shu vaqtda tokni o'zida bosib pishirib beradi. Bu konveksiya bu. Grilli bor, ichini, hamma narsasi bor, ventilyatori bor, bom zo'ri bor. Bir dona buncha so'm bu? Bu 4 milyon 350 ming so'm. 4 milyon 350 ming so'm. 350 shuni 12 ga bo'lib to'laysa, to'g'ri o'zini. O'zini pulni. Faiz saysi. Двойной skidka dedik ama. Zo'r. Двойной 2x skidka. Zo'r. Bunda mena variant ko'p. Gelib ichki brend desam bizni topib berasiz bor. Kelarlar, 90lik desa 90lik ana 3-4 so'm. Qalan neyizdan boyidi keyin vitrinni xolodilniklarimiz ham yana. Do'konchilar uchun. Hozir foydalanganlar. Oborot plastik bo'lsa ham dard turibdi. Oborot plastik bo'lsa ham dard turibdi. Do'konchilarda shuning bo'ladi, oborot bo'ladi. Yana masalan 7 milyon 300 ming so'm. 6 oy olaman desa 730 ming qayta tashlanadi. 6,5 milyonni 6 oy bo'lib beradi. Zo'r. Yo'q, 12 oy ish pulini bo'lib beradi desa, 12 oy pulini bo'lib. O'zini pulini. O'zini pulini bo'lib beradi. Bu narsalar faqat 3 kun yana aytamiz. 3 kundan keyin kelib ko'rsangiz bu narsa bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha 4, 5, 6-chi xolodilnikning assortimentini qarang. Bir ko'rsatding xolodilnik. Aylajing meni ochqalaringiz rasmin. U var ham boshdan avval ko'rtdizku. Kengaydim, jonli kengayibdi, assortiment ham ko'payibdi. Xolodilniklar boshlasak shudan, xolodilniklarni bular 100 sola, 70, masalan 5 milyon 200 ming so'm 70. Buni ham shu narsa shu 5 milyon 200 ni xolasa 1 yilga bo'lib beradi. Xolasa 10% qayta tashlaymiz, 6 oy bo'lib beradi. 10% qaytgan bilan ham 4 milyon 700 ga tushadi masalan. 6 oy bo'lib to'laydi shu narsa. O'zini pulini. Keyin unda Hisense'lar bor, Zifler'lar bor. Zifler ina stiklanli 7 milyon 880 ming so'm. Xolasa shu 1 yilga bo'lib beradi, xolasa 10% qayta tashlab 6 oy bo'lib beradi. Ichina metal cooling, metalik plastina, fresh zonalari bor, 2 dona boks bo'ladi, vini polkasi bor. Lampochkalar dapadan zamonaviy texnologiya inverter bilan jihozlangan. Testok dapatok ishlaydi. Umuman tok saylamaydi, inverter, kompressor, motor bo'ladi yana. 409 litrlar bo'ladi. Vashi zo'r narsa bu. Sensor управления, plan ham stoyishya va o'zini ham. Buni oladilar, xolasalar 1 yillik qatib, xolasalar 6 oylik qatibasizlar, baraban aksiyada qatnashadilar. Barabanda bu yerdan bir masalan 100 ming so'mdan 7 milliongacha sovg'a bor. Bu yerdan bir 7 millionlik podarka. Barabanda o'zi qatnashish uchun tizimdan ziyod narsa olish kerak. 1 milliondan ziyod. 1 million o'tsa baraban aylantirib narsa o'tib turadi. Yo'q, baraban aylantiradilar. Bir narsaga masalan 10 millionlik vaz bir vaz oldi, bir marta aylantiriladi. Hozir 1 milliondan da tushuntirsangiz, xalqning tushunishi mumkin. Masalan, yana bir kirmachi oldi, bir xolodilnik oldi, bir gaz plita oldi. 3 aylantiradi shunda. 3 narsa oldi-ku. 3 narsa oldi. Olgan narsasini qarab aylantiradi shunda. Summasi 1 milliondan o'tsa, kelgan narsasi ichidan bo'lsa, sondan kelib chiqadi. Keyin Hitachilar yana toza keldi bular. Bular toza brendmi? Tayland, yo'q, toza brend emas bu. Bizlar endi keldi. Bizlar endi keldi. Bu yog'i ichini funksiyasi dim ko'p.
Hitachi Tayland сборки, чисто европейский dizayn. İçine dual fan cooling inverter motorda yani bu вообще zo'r narsa bor. Nima degan u? Bu Dekanchasini ayting. Dekkanchasini o'zimiz tilda aytganda endi bizlar ham dekkan qiladi. Masalan, har bir burchakda bir xil havo aylantirib berib turadi u narsa. Mahsulotdan bir-birine isini urmaydi. Shu narsadan hamma narsa bir o'zi borda qoladi baribir. Inan bellarim hamma yerda sovuqlik bir xil bo'ladi. Eshikni ochib beklagan vaqtimda ham shu narsa jonli ishlaydi. Masalan, ochib bekladingiz, rezki yana o'zini pogodasini akkaladi. Buz metodon ham bor ekan. Lyoda generator ham buni morozinlikni ham необычный polkasi bor masalan. Gündalik vazn qo'yadi. Inan bu narsasi buz uchunmi bu? Lyoda. Zo'r ekan yozda ketadigan narsadan buzni qo'yasan, suv tozalab uyda o'zingiz uraverasizlar, mohit o'zib uyda o'zingiz. Zo'r. Bular tizimdan sonda 13 million 160 mi? 13 milyon 160 ming so'm bu. Yine şu narsani 1 yil xolasa bo'lib beradilar. Xolasa 6 oyga bo'lib beradilar, 10%, ya'ni 1 million 300 ming so'm qaytib beramiz obunachilarimiz uchun. Shu bu narsadan foydalanganlar bu вообще zo'r narsa. Shu yana eslatib o'tamiz. Bu narsa 4, 5, 6 chisla kunlargacha amal qiladi. 7sida kelib turib, mana shunday berdi deb aytmasdilar. Keyin qarangadi, xaziniklari o'zi o'rtacha yil garantiyasi bor bular. Xolodilniklari bir narsadan 10 yil motorini 3 yil o'zini ofitsial garantiya bo'ladi. O'zini endi nima u? Endi masalan bu motordan tashqari shunday sensor upravleniyalarni, masalan trubkalar diqilib qolishi mumkin. Masalan gaz chiqarib berishligi mumkin. Uylarni 3 yil shunda. Uylarni polностью 3 yil garantiya. Zo'r. Motorni esa 10 yil ofitsial garantiya. Zo'r. Aynen. Bunda TCL kompaniyalarniki bor. Vibur ko'p. 4 eshikli desamda 4 eshikli Hisense'lar bor. Aynen. Vibur geladidan shu tanlolmin qiynaladilar. Bo'lg'ana. Rostdan ham nani ko'paytiribdilar, Vibur ko'paytirdi. Vibur ko'p. Metal cooling, metal plastina bor. Zo'r bor. Bu bu kichkina ham ko'rsatadi. Kichkinalar. Bular Artel, Shoaki, Sevintage 3 million 660 ming so'm Sevintage. Yani buna qarang vakuumni o'ynab tutib qoladi tormozlar. Gördingizmi? Zo'r o'zi kichkina bo'lgani bilan ham sifatli narsa. Import bo'yicha Sevintage brendiniki bu 3 million 660 ming so'm. Shu narsa 3 million 660 ni 12 ga xalosa bo'lib to'langlar. Xolosangizlar 366 ming so'm qayta tashlaymiz. 3 million 300 ga qoladi-ku. 3 million 300 ni 6 oyda bo'lib to'laysizlar. Yana 10% skidga beramiz, yana bo'lib beramiz. Samsunglar ham bor ekan. Samsung, LG, LG'ning Viburi ko'p ina. LG ham dum ko'p. LG'lar tizimdan boshlanadi o'zi. LG'lar 11 million so'm, 11 million 200 ming so'm. Vibur yana ketaveradi. 11 million so'm eng arzon ishloshi 11. O'zi qarangadi, savol bor yana. Ko'pchilik odam hozirgi ojakda, kanjang ojakda o'ylanadi, LG olsammi, Samsung olsammi deydi. Lekin menning birsi bir toza brend bo'lsa, masalan, Sevintage shunga o'xshash narsaga intiladi. Bu o'zining ichki narsa, shuni o'zingiz bir fikr aytsangiz sotuvchi sifatida. Toza brend keladi-ku, girib keladi bozorga. U yomon va chiqarmaydi. Toza brend girib keladi, u boshda baribir zo'r atib chiqarishi kerak, u o'rgatishi kerak. Shuning uchun ham tavsiya asala bo'ladi. Toza brend sifatli ham bo'ladi, zo'r ham bo'ladi. Nechun desa shu klient o'zini anglashi kerak. Endi ko'p odamlar shunday savol bo'ladi-da, arzon, bu sifatsizdir, balki endi narsaga savol bo'ladi. Lekin u arzonga aytgansiz ham, bu ichki bozorga kirib olish uchun aytadi, vaqtincha. Girib olish uchun bu reklamaga bermaydi-da. Narxni arzon qo'yadi, o'sha odamlar o'zlari o'rgatish uchun. O'zini o'rgatish uchun. Ana shundan gaplayman. Xalasangiz agar yo'q, menga shundan Samsung LG kerak desangiz, ham hammasidan bor. Xalasangiz ham Matrafina, Shivaki, Premier, Sevintage chiqib, tamam. Dum ko'p desangiz, yana dildol o'rasizlar qayzan. Kelib turib, tanlolmin qiynalasizlar. Bu bir dum ko'p ko'rganlar. Bu 100 dan ko'p bu xaladenlik. Keyin dukandagi shuni aytib o'tadi, hamma narsaga bor-ku bu 6-12 oy. Aytmoq, shu do'kondan cho'p oling, 6 oy bo'lib bering. O'zini pulini. O'zini pulini. Xolasangiz ana 12 oy bo'lib bering. 3 kun Alif juma aksiyasida. Alif juma aksiyasida 3 kun. 4, 5, 6 aprel. Shu yoddan chiqmadi. Yana bu yerda 100 ming so'mdan tortib, to 7 milliongacha. Yangi barabarni sovg'alari edi, masalan. Konditsioner bu yerda 12 lik konditsioner qo'yilgan. Eng katta prizimiz televizorlar ham bor, xolodilniklar, miksirovka, mini pechlar, yana hamma narsa bor. Yana aytganingiz, masalan, 3 narsa olgan bo'lsangiz, 3 ni aylantirasizlar, 3 ni olib kirasizlar, noutchni olib ketasizlar. Qo'shimcha sovg'achilar, mut. Zo'r. Tak, plisoslar bu taraflardan bor, hamma narsa, bu taraflardan hamma narsalarda bor narsa. Oddiy utki olsam shu narsa. Tushunmang. Xolasa ana
Özünün pulunu 6 aya 10% qaytib beriladi. Xolasa shu yozilib turganini 12 ga bo'lib beradi. Bu ne narsa bu? Bu toster bo'ladi. Ha, mini film ya. Toster bo'ladi. Ne zor? Mikrofiyalar ham shu narsa shu. Mikrovolnovkalar ham shu Mikrovolnovka. narsa. Mikrovolnovkalar, LG'lari, Samsung'lari, Weber ko'p. Premier'lar, Magna'lar, bedam tanlov mumkin alallar. Shularning hammasini 1 2 qatori bilan o'zi 3 polkani mana hammasi 3 ham taraf ham mikrovolnovka bo'lyapti. zo'r Yani- zo'r. Bemalol Asortiment ko'payibdi. Ishqilib do'kondagi hamma narsani 6 oydan 12 oygacha 4, 5, 6 aprel kunlari faqatgina 3 kun bo'lib olari olsangiz bo'ladi. Hech qanday present, ustidan qo'shilgan narsalar bo'lmaydi. Kelasizlar agar nabrot 6 oydan bo'lsangiz aytgandan keyin navoldan bo'lsangiz shuni 10% chegirmatib, qolgan pulni 6 oy bo'lib to'laysizlar. Agar yo'q, menga 12 oy kerak desangiz, 12 oy yozilgan pulni olib yetib keyin bo'lib to'layverasizlar. Endi mebel ko'rsatamiz. Ha, mebellarni bilib Shu o'rinda sizlar bilan xayrlashaman. Shu kelsangizlar, xudo xolasa o'zim sizlarga zo'rat, taxlat, chiroyli baholarda qilib beraman. Bemalol kelinglar, hammangizni Texnobozor do'konlarida kutib qolamiz. Kelaverasizlar. Biz esa defa chiqamiz. Biz Texnobozorni aytganimning ikkinchi qavatidamiz. Texnobozorning ikkinchi va uchinchi qavatlari mebeldan iborat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, obunachilar. Texnobozorda zo'r aksiya bo'lib turibdi. Uspeta qilasizlar, faqat 3 kun bo'ladi. Alif juma aksiyasi hamma eshitgan bo'lsa kerak. 3 kun davomida Texnobozordagi mebellar o'zini pulini ustamasiz, oldindan to'lovsiz 12 oy bo'lib olishlaringiz mumkin. Mebeldan bir yandan ko'rsak asaga, keyin savol bo'lsa keyin penallardan ketaradi. Chizondan boshlanadi bo'ladi. Penal 330 razmerda 5 million 731 ming so'm. Bo'lamiz 12. 477 ming. 477 ming so'm. Avval yani faiz bilan hisoblanganda 610 ming so'm 610 dan tushadi davom. Hozirdan o'zini pulini bo'lganlaringizda 477 ming so'mdan tushadi, kelib olib ketarasiz. Ish komplekt 3. Bunda yana 7 million so'm. Ha. Bo'laman 12. 583. 583 ming so'm. Ha. Ugalok kerak desa har xil ugaloklar bor. Bu yoqda penalni tashkentskiylari bor. Bu yoqdan bir qator ko'rib o'tib ketsak, Chizondan boshlanadi, ishni aytib ketaversak. qaysi? Shular. Ugaloklarmi? Ha. Ugaloklar 6 million 100 dan ta 15 million 800 gacha bor. 15 million 800 desang. Ha. Bu 6 million 100'liklar o'zi Andijonning o'zi garantiyasiz verirlar. Masalan, yine şu ugaloklarımıza garantiya beramiz-da. Şunga garantiya bor? Ha, 3 yil o'tiradigan yerine garantiya beramiz. Purjinali bo'ladi, 240 340 razmerda mo'yishi material. 8 million 100 ming so'm bo'ladi, o'zining narxi bo'lamiz 12. 675 mingdan tushadi. 675 12 oy o'zini pulni Ha. o'lib to'layverasizlar. Foiz prosent bo'lmaydi. Spinkasi suriladi ularni boyimda yana. Bular orqalardan suriladi. Bular 11 milyon 700 ming so'm, ular 12 oy bo'lamiz 975 dan tushadi. Üstüne bir so'm pul minmaydi. Mo'yishi material, spinka suriladi, oyoqlari chinardan 100%. Ya buni yuvib sirib ishlataveradi shunda. Bemalol bosaveradi. Zo'r. Keyin bir anda stullarımız bor, 6 adamlık, 12 adamlık bular ham kelib ko'raveradilar. Divan kreslo desangiz, divan kreslo 9,5 milyon so'mdan 20 milyon so'mgacha bor. Sifatına qarab. Sifatına qarab, bu 20 milyonluk Türkiye'ninki bu. Bu 20 milyonluk axir. Tamam. Çistin Türkiye'ninki buna 12 aya bölüp basalar 1 milyon 666'dan düşerdi. İmında yine 10 milyon 300 min so'mligi. Bu sexni verdi, Toshkent sex. Buni 12 aya bölsek 858 min so'mdan düşerdi. İkisam normal ekanligi. Tamam. İkisam zo'r ekan. Zor verdi, ikisam prosta bu Çistin Türkiye'ninki, bu sexniki. Materialında, içini işleyişinde böyle bir farkı boladı bize için. Bir hazır göremiz desek yaş köp, yen kıskaça. Bulanı kıskaça aytıp ötsek, bulan tuzundan 6 adamlık 5 milyon 353 min so'm. 5 milyon 373 min so'm eken. Bölemiz 12'ye. 447 mindən düşer. 447 min so'mdan düşer. Onda 4 adamlık 4 milyon 900 min so'm. Bölemiz 12'ye. 408 min so'mdan düşer. Zo'r. 4 adamlıkla. Keyin bir anda budjetli variant gerek deseler 5 milyon 656 min so'm bölemiz 12'ye 471 min so'mdan düşerdi. Bular mo'yishi material bo'ladi. İnşallah. Tamam, bular mo'yishi material bo'ladi. Keyin bunda 6 milyon 625 min so'm bölemiz 12'ye 552 min so'mdan düşerdi. Bunun kursilari shuroki. Keyin Kitaydan ham keldi mebel. Bumi Kitay'niki?
8 milyon 200 ming so'm bugün geldi bəli. Yumuşaq zor ekanlar bu. Kreslolar ham dımzor. Oturup görsəyiz. 683 mingdən düşədi. 683 ming so'mdan. Padmıramlı işləlgən. Bu daş bu üstü. Daşmı? Tamam. Ha, daş ekan. Daş. Keyin bir anda pirxoşkalarımız var. 2 milyon 658 ming so'm bölemiz 12'ye. 221 ming so'mdan düşədi. Əvvəl 283 ming so'mdan düşüb durğan. 12 ay hazırki aytib turan pulları üzünü pulunu bölüb turaq hesablab aytib tutmuşsizlar. Yukarıda yine başka vəclərim var, ulan hem görəmiz. 3-cü etajdan şu pəstəki nərsədən ya 3-cü etaj başqa. 3-cü etajdan uqalok bilən spalnila, ordinarni spalnila şkafla bular. Şunu vəclə var 3-cü etajda. Bir yandan getərəmiz, bu pəstə görünən uqalokların ullusu, kiçisi, hər xilisi. Razmeri hər xilisi var içində. Tak, imında yine 3 milyon 771 ming so'm bu transformer divan. 12 aya bölsek 314 mingdən düşər. İmında xalazaza divat qoyasazlar, xalazaza yine spanli bo'ladigan varianti bu yana. İmda yozilgan, imda dinglab turgani. Zo'r narsa. Spanli komplektlar hammasi fabrikaniki bo'ladi. 15 milyon 646 ming so'm bölemiz 12'ye. 1 milyon 303 ming so'mdan düşədi. Dastavkası, ustanovkası içində matras отдельный. Ya matras nə aladi? Matras отдельный bo'ladi. Keyin imında yine. Yani aytdım ki imında orijinal vəc. Ha, bu orijinalı. İmında poddelka. Mana endi probojatga ko'p misolar? Ova. İşinin toşin şu nərsəni arzan gördüm deyişləri mümkün ki. Ha, başqa salaşdırıcı üçün göz qoysalar. Bana vadi versiyaları var da, məsələn yine orijinalı 8 milyon so'm duradı. Yani 3 yıl garantiya verəmiz buna. Bölemiz 12'ye. 666 ming so'mdan bu düşədi. Orijinalı düşədi. İndi 6 milyon 862 ming so'm bölemiz 12'ye. 571'den bu düşədi. Aşınlayım bala. Salaşdırışlarınız üçün bu hər xilisindən iki yox. Səl, yəni sifətsiz variant. Yəni özü basqanda kolizi qal tutdum yenə bassanız. Əgər də çisti fabrikanı uqaloku gələk desə ina. Buna baxası 12 milyon 440 ming so'm bölemiz 12'ye. 1 milyon 36 ming so'mdan düşədi. İçlərini görüb ala verədilər yəni. Ya belə görsə болады yəni yaxşı. Nav işlətilgən, bolayına bolta tartılğan samari cayları nə kəm boraq boladı. İşləgən adam qolan qoyub götdüyüm beni. Ya bu şunda polniya sifətinə cavab verən üçün başına açıq görən cayını qoyub götdü adam o. Konkret niyət. Konkret hava, sifət cavab qoyan üçün. 2 milyon 600 ming so'mdan kokunni uqaloklar hər xil rəngdə. Bala 12 ayın çizimdən düşədi, aytı qısqası. Bunları 12 aya imlətib beləmiz. Məsələn, siz bunu aldınız ki, bunu aldınız. Yenəm kokunni alsayız şu vaxtında ikisini çıxarıb bələr. Ha, ikisi şu vaxt hesablanacaq. Bir özü 6 aya çıxarıb bərsək boladı. Özü 2 milyon 600 ming so'm. Onu 6 aya çıxarıb bərsə boladı. Yəni yenə bir nəzər salsanıza, ki 12 ayın hesab kitabı belə gəldi. Tak. İmında mina ayaqları çınardan işlənən. Bu başqa çəvəc, avelləri Chester bob işlənən gördünüzmü pəsi? Pəs. Buna baxası 9 milyon 999 ming so'm bölemiz 12'ye. 833 ming so'mdan düşər. Aynen şundan düşər. Keyin, salaşdırıcı üçün əvvəl yenə kredit hesabında 999 ming so'mdan düşən. 12. Nə yox, 1 milyon 60 ming so'mdan 65 ming so'mdan düşən əvvəl. Əldən to'lab işini alıb getəsələr. Əvvəlki senası bu. Hazırki sena az aytdılar cızından düşüşünü. Keyin bir anda ordinarni spalnilarımız var 2 milyon so'mdan bölemiz 12'ye. 166 ming so'mdan düşər. Keyin yine vadiniki razmeri ulla 230'a 430 boladı razmeri. 6 milyon 146 ming so'm bölemiz 12'ye. 512 mingdən düşər aynen. 512 mingdən düşər bu. Ha, inşa. 12 ay axır. 12 ay. Üstələr addenli. Keyin bir anda spalni komplektla var. 11 milyon so'mdan baxası bu sex növəci. 11 milyon so'mlu bölemiz 12'ye. 916 ming so'mdan düşər. Matraslar addenli. Dastavkası, ustanovkası texnobazarının boynunda. Bu başqa çələngi. Bu yenə deklaradan gətirən ustajın. Şundan нәрsə, şükül нәрsə, lakin rəngi başqa çələngi. Rəngi başqa çələngi. Amma şunda yenə deklaradan yəni, görüşləniz üçün. Keyin imindam 10 dana predmeti var zavaskoy vəc. Buna baxası 15 milyon 646 ming so'm bölemiz 12'ye. 1 milyon 303'dən düşər. 1 milyon 303 ming so'mdan komplektinə köp nərsəsi var. 12 aya. Bamşı 11 milyon so'm böleme 12'ye. 916 ming so'mdan düşər aynen. 12 aya. Keyin imində fabrikanın budjetli variantı bu Mix Symphonic zavaskoy vəc bu.
12 milyon 630 min so'm böleme 12. 1 milyon 52 min so'mdan tushadi. Bundan beri akkuratlagan. Tamam. Göstersen tartan joylarda akkurat kelgan. Şkaflar ham 6 Zo'r eshikli ishlangan. bo'ladi. Ulagandan. Avang şkaflar ham ulli, icham chuqur. Gap 9 ko'rsang- spalnini o'zi kerak desalar, yana matrasi bilan birga 3,5 milyon so'm, bilamiz 12 ga. 292 min so'mdan tushadi aynan. Aynen. Üzünü pulunu bölüp tölere hesaplattık Tamam. biz hazır. Bir de şkaflar var. Her xil razmer 180'den 240'gacha bor. Aa. Bu 6 eshikli bo'ladi. Hı. Bir yana jenskiy polka, yana murskoy polka. Bak. 4 milyon 411 min so'm böleme 12. 367 min so'mdan tushadi. 12 aya üzünü pulunu bölüp Tamam. hesaplandı şimdi. 367 min so'mdan tushadi. Bemalol gelip görüp olaveradilar. Keyin agarda masalan nayna Alif'tan çıkmasa, o'zi Alif bilan hamkorlikda bo'lib turibdi. Ava. Alif'tan chiqmaydigan bo'lsa, boshqa banklardan 006 ham etib beraveramiz. Ha, mesela Alif'ta limit mesela aylanma doğru gelmese, bir Tamam. iler doğru gelmeden olsa, bunu Başka- akız etmişler ve biraz netip vereseler. Boshqa banklardan etib beramiz, lekin 6 oy bo'ladi. Ha, 12 ay emas 6 ay 12 oy emas, 6 oy bo'ladi. Yo'q, mana bir ilojini etib beringlar, oylik to'lovini arzondan to'lab bering desa, eldan 30%ni beradilar. Hozir bir klientimiz shunday etib olib ketdi. Alif aksiyasi ertaga chiqadi-ku. Aa. Bin ber shuni dedi. Başka bankdan çıkarıp verdik. Elden 30%'ını aldık. 10 milyonluk vec aldı. Elden 30%'ını aldık. 10 milyondan 3 milyonunu minus ettik. 7 milyon kaldı. 7 milyonun özünü 12 aya bölüp verdik. Ana, onun varyantları var. 583 binden maaşlardan çıktı. Çıkıp bezenize narazı olup gitmişler. Xudo xolasa ama. Tayyarat baxlab vereseler. Tamam. Bir yerde ikinci, üçüncü tarzda mebellerini turu köp. Bize sizlere min mərtə aytıb, min mərtə gözükənimiz bilen, bəzi yüz bilen gelip, görüp, kuruzlu okşap görməyəcəyiz. Bir effektini bölüp bilmək üçün ilacı barıca gelip, görüp, şu adamlarla gepləşib, əgər məsləhət soracağınız zaman üzerine təfsiyəni verədilər, bemalal sorab, qaysı yaxşı, qaysı yaman, qaysı neçəli xidmət göstərdi. Xullas, həm mənəcəni ikir-çikir neçə, şu ağam Xuda xalası aytıb, Tamam. düşündürüb verədilər. Xudo xolasa aksiya 3 gün davom etadi. Foydalanib qolinadigan yeri haqiqatdan ham shunday. Foydalanib qolinadigan yeri. Fakat kena 3 gün, 4, 5, 6 aprel arkadaş bazan. Avan. Fakat kena 3 gün boladı, ama. 5-ci gündən başlanır. Allah Xuda xalasa fakat kena 3 gün boladı. Gələsələr, görəsələr, nav yaxsa 6 aydan 12 aya çana bölüb tölərə uzun pulunu alıb gitsəyəcə boladı. 3 gün əkin gəlib bu nərsələrdən sonra sazam oyunçma sərxat abla. Çünki bu nərsə fakat kena 3 gün şunun çəkilmə qoyulğan. Mənzilini aytdıq, Darital köçədə BYD avtosalon doğrusunda Texnobazar caylaşqan. Pəsdə telefon nömrələrini çıxdırdıq. Telefonunuzdan amma bu da mənzilini düşünməzənizə telefonunuzdan mənzillərini hepsiləri aytıb düşündürüb verədilər. Həmməyinizi Texnobazarda kütüb qalamız. Videonu isə ilacı barıca yaş ailələri ver qoyuna. Çünki yaş ailələrdə biləmiz iqtisadiyyat səl yenə yamar aktivizm şunun boladı. Xullas şu yaş ailələri versənizə bu eynən şunun adamlar üçün, şunun xocalıqlar üçün 6 aydan 12 ayca bölüb tölərə alıb getsələr boladı. Hamıya rəhmət, sağ olun, sizə rəhmət. Sağ olun. Sağ olun.